Assalomu alaykum. Bugun sizga M-ta'lim haqida umumiy ma'lumotlar beramiz. M-ta'lim nima, kimlar uchun mo'ljallangan va undan qanday foydalanishni boshlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. M-ta'lim bu ta'lim jarayonini raqamli muhitda tashkil etish uchun yaratilgan yagona platforma. Uning asosiy maqsadi maktab, o'quvchi va ota-onani bitta tizimda birlashtirish. Bu orqali darslarni samarali boshqarish, nazorat qilish va o'quv jarayonini soddalashtirish mumkin. M-ta'lim yordamida siz barcha darslar, imtihonlar va natijalarni onlayn ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. M-ta'lim qanday ishlaydi? M-ta'limda 4 ta asosiy foydalanuvchi guruhlari mavjud. Bular o'qituvchi, talaba, ota-ona va admin xodimlar. Admin xodimlari, ya'ni maktab administratorlari, bular butun maktab tizimini boshqaradi. O'qituvchilar, o'quvchilar va sinflarni tashkil etadi, ularni tizimga qo'shadi va oson boshqaradi. O'qituvchilar bular fan, sinf va darslarni tizimga qo'shib, ularni talabalar uchun taqdim etishadi. Talabalar uchun test va topshiriqlar yaratishadi va ularni qabul qilib baholashadi. Talabalar tizimda taqdim etilgan ma'lumotlar orqali o'z fanlarini o'rganishadi, topshiriqlarni bajarishadi, imtihonlardan o'tadi va natijalarni kuzatib borishadi. Ota-onalar farzandining darslari, baholari va faolligini kuzatib borishadi. M-ta'lim tizimiga qanday kiriladi va qanday foydalanishni boshlash mumkin? Tizim web va mobil ilovalar ko'rinishida taqdim etilgan. Tizimdan foydalanishni boshlash uchun har bitta foydalanuvchi unda ro'yxatdan o'tishi kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish email, Google akkaunt orqali va Telegram orqali amalga oshirish mumkin. Ro'yxatdan o'tgandan keyin birinchi qilinadigan ish har bitta foydalanuvchi o'z profil ma'lumotlarini to'ldirishi kerak bo'ladi. Profil ma'lumotlari to'ldirilgandan keyin aktiv foydalanuvchiga aylanadi. Tizim beradigan birinchi imkoniyatlardan bu har bitta foydalanuvchi o'zining ommaviy profilini yaratishi mumkin. Bu mta'lim.uz/foydalanuvchi nomi ko'rinishida bo'ladi va bu yerda har bitta foydalanuvchi o'zining ta'lim jarayoniga tegishli ma'lumotlarni joylashtirishi va onlayn rezyumesini yaratishi mumkin. Maktab administratorlari, maktab deyilganda universitet, institut, litsey, kollejlar, xususiy maktablar, o'quv markazlari va hattoki kam sonli o'quvchiga ega bo'lgan repetitorlar ham o'z maktablarini bu yerda yaratishlari mumkin va onlayn boshqaruvga o'tishlari mumkin. Talabalar agar biron ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan bo'lsa, o'sha muassasaga talaba sifatida qo'shilishlari mumkin va o'quv jarayonlarini M-ta'lim tizimi orqali davom ettirishlari mumkin bo'ladi. O'qituvchilar o'zlari ishlaydigan muassasaga qo'shilishlari mumkin va faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Muassasa xodimlari ham tizimga qo'shilib, u yerda o'z faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin bo'ladi. M-ta'lim tizimi ota-onalarga o'z farzandlarini o'quv jarayonini kuzatish va nazorat qilish imkoniyatini beradi. Ota-onalar tizimga qo'shiladi va talabalar tomonidan ota-ona sifatida belgilangandan keyin o'z farzandlarini baholari, o'zlashtirishlarini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari tizim barcha foydalanuvchilarga tayyorlov testlarida, IQ testlar va tanlovlarda qatnashish imkoniyatini beradi. Umumiy tizim qanday ishlashi haqidagi ma'lumotlar shulardan iborat. Keyingi qismlarda qanday ro'yxatdan o'tish va foydalanishni boshlashni ko'rib chiqamiz.